ko'pchilik aytadi, qanaqa qilib tarbiyalash kerak bolamizni deydi. Eng zo'r tarbiya bu farzandiga o'rnak bo'lish. Bu sizlarga life hack. Agar siz g'irt yolg'onchisiz, ishxonangizga mana bormaganingizni sababida telefon qilsa kasal bo'lib qoldim deb bolalaringizni oldida gapiryapsiz. Farzand qatdan tarbiyalanadi? Farzand tarbiyalanishida asosiy narsa ota-onasini qilayotgan ishi, gapirayotgan gapi, uni o'tkazib nasihat qilgani emas. Nasihat qilgani 5% deylik, 95% ota-onani xatti-harakati va hayotga bo'lgan munosabatidan kelib chiqadi. Tarbiya. Farzandingiz rostgo'y bo'lishini xohlaysizmi? Siz rostgo'y bo'lsangiz o'zingiz. Haqiqatan o'zingizga ham xiyonat qilmagan holda rostgo'y bo'lsangiz. O'g'irlikni xohlamayapsizmi? Farzandingiz o'g'irlik qilishini. Siz ham yolg'on ishlatib odamlardan o'g'irlik qilmasangiz, o'zi ertalabdan kechgacha telefonda-da, bolasi telefonda o'tirsa, nima telefonda o'tiribsan deb unga tazyiqlar o'tkazib, uni telefonini olib qo'yib nazorat qilish. O'zing o'tirma telefonda. Jismonan o'zing rivojlanmagansan. Mesh qorning mamunda o'yat, basharing mamunda o'yatdi-da, farzandingga san har kuni fizkultura qilishing kerak, san sport bilan shug'ullanishing kerak deb majburlashing. Bu to'g'rimi? O'zing qilmaganingdan keyin farzanding ham ertaga o'zini olib qochishni boshlaydi. Shuning uchun hamma narsa bir-biriga bog'liq. Eng zo'r tarbiya bu o'rnak bo'lish.